Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Hammalarga bugun jigarim Halimani tavallud kuni edi. Afsuski bu yil yo'q. Hozir bo'lganda 46ga to'lgan bo'ladi. Alloh rahmat qilsin, joylarini jannatda qilsin. Ilohim shuncha obro' oldi, e'tibor oldi. Ana kelib o'tiribmiz. Xudoga shukr. Bolalari sog', jigarlari sog'. O'tiribmiz. O'tganda jigarimiz joni o'tib ketar ekan. Bu yoqda hayot davom etar ekan. Bugun sinimni bugun esladi u mana. Bunaqa paytda shintidan dong'or keldi, ketdi. Har doim bo'lgan. Hammalarga rahmat. Sinimga duo qilib qo'ying. Sinimnikida o'tirib uyga qaytdim. Har doim 12 dan keyin kelib, mashina o'tirib telefon qilardi. Umri tezroq kel. Hozir ham ko'payib ketadi. Kela qol. Alloh rahmat qilsin. Joylarini jannatda qilsin. Qizlarga hamroh qilsin. Ummayu ammon o'ng qo'lidan berib jigarim jannatlarda joylab olgan bo'lsin. Assalomu alaykum hammaga. Men hech qayerga yo'qolib qolganim yo'q. Men shu yerdaman. Hech kim meni qidirib ovora bo'lib, dushmanlar